Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshohi Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, birodarlar, hormaylar, charchamasdan, tolmasdan yuribsizlarmi? Hormaylar birodarlar. Xudo xolasa biz elparvar otash olovga yurtdoshlardan hadiya uyi loyihasiga yetib keldik va qadam ranjida etdik. Birinchi o'rinda otaxondan duo olamizda ishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz bobojon? Sog'liqlaringiz? O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Zerikmasdan o'tiribsizmi? Eng baxtli, omadli inson mana shu odam. Nima uchun desanglar, sizlar internetdan ko'rsanglar, bobomiz jivoy kuzatib turibdilar. To'g'rimi bu? Jivoy tabiiy holatda ko'rib turibdilar. Hormaylar. Qanday bo'libdi hay? Bo'lmayaptimi? Endi ro'zadan keyin bo'ladi, sabr qilinglar. Ana kimdan ketgan? Ey! Qochib ketdimi? Qani? Qaysi biri? Aynan yangisi. Hey, umi? Mashinani olib turibdi. Kim oldi? Oberasizlar-da endi. Ha? Nasiya oldik. Mana bumi? Ha. Sherkaganiki emasmi? Yo'q, sherkaniki yana. Ha, bironta ish keldimi yangi? Yo'q, bizga taylab ketishdi. Piyoda yurmang dedi. Kim? Qo'ymoy dedi. $100 dedi. Anaki. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin sraz aytay. Aziz do'stlar, bitta narsani bilinglar. Polni kraska qilinglar deb jag'imni yeganimning sababi bor. Shuni kommentariy yozishdan oldin so'raylar-da, bir aqlan, bunday mantiqan fikrlab, o'ylab ko'rish kerak inson, Alloh bergan aqlni. Nima uchun bu polni tezroq kraska qil deyapti? Nima sababi bor ekan deb salgina odam o'ziga savol berish kerak. Birinchi o'rinda kelinglar tepaga chiqib aytaman sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar-da, hech tushunmaydigan odamlar bor ekanda oramizda. Hech tushuntira olmadim-da. Hech sira ham foydasi bo'lmadi deydi-ku. Manaki yomg'ir yoqqan, men bu yerdan kovlab qo'yibdi, qaranglar, suv chiqib ketgan. Kanalizatsiya qilmasa, nifiga bunaqa ish bo'lmasdi. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billahil azim. La havla va la quvvata illa billahil azim. Barcha kuch va qudrat hammasi Allohdandir. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar mana. Klip bor, nigerlar klip bilasan? Afrikaliklar, zo'r klip bor. Soch xuddi shunday afrikaliklargidek. Afrikano. Assalomu alaykum. Muzak qanday? Sog'liq zo'r? Bahodir yaxshi. Charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti muzak? Teshib beraylik. Va alaykum. Qanday? Yo'qmi malatok? Polni kraska qilinglar deganimda sababini endi aytaman. Aziz do'stlar, birodarlar. Mana bu shkaturka bo'ladi, to'g'rimi? Shkaturka bo'lgandan keyin bundan xohlaysizmi, yo'qmi? Mana bu yerga rastvor tushadi. Rastvor nima? Nam, ho'l. Mana bu dispi deydi men buni nomini dispi deydi. Buni ustiga nam suv tushsa shishib qoladi. Shuni tushunadigan odamlar bormi yo tushunmasdan bir narsalar deb yozyaptimi? Deganim men bu girdini mana shu shkaturka urgan vaqtda sachraydi, masalan, mana shuncha joy bo'lsa, mana shu joyda shunday aylantirib kraska qilib chiqish kerak dedim. Shunda kraska bo'lganidan keyin shkaturka ursangiz ham tushgan loya mana buni shishirmaydi insoniyat. Mayda gaplar bor-da, ba'zi birlar qo'shiq turnoq ichidagi ana shunday deb yozgan. Tavba qildim, endi tushuntirib bera olmayman-da, til ojiz. Lekin rahmat mayli. Shu har bitta yozadigan kommentariyingiz bizni videoyimizni ko'tarilishiga nima bo'layapti? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men olib keldim-da. Teshamiz sinib ketdi. Zo'rmisiz? O'zingizga keldingizmi endi? Ha, nima qildi? Yaxshimi? Yaxshi. Ana shunday bo'yering, har doim, Faqat qo'rqitasiz odamni. Mazam yo'qda. Kasaldaman, nima qilay? Nima bo'lgan? Kasal, maza yo'qda, sho'g'illab ketgan. Qayeriz? Ichizmi?
Shamollab ketsa, ukol olish kerak. Dori olish Savur kerak. olasanmi bizni ukol? Faqat tomoqdan urish kerak. Yo'q deydi. Bo'ldi. Bo'lmayapti tomoqdan. Venadan olmayapsizlarmi? Ma o'zim. Bak tabii. Ha, behazil. Lechina qilaman lekin. Yozib bering. Ketdi yurtdoshlar. Tepaga bitta chiqaylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqing oldiga sizdan keyin. Posli vas. Tamam. Kursda beraydi ama qani chiqish. Chiqing yana. O'z mana shu yerga ham oddosh. Qotgan yo'qmi? Ha, tepaga chiqib bo'lmaydi-da, keyin bitgandan keyin, ha. Yerga. Ya, chotki, hozir mana. Mana. Bizni uyda shunday chotki mana. Uyimda poli mana shu liqillab qoladi-da, bizniki 4,5 metr-ku. Qimirlamaydi вообще. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ye, anaki. Tekka qo'yibdi-da, narvonni qiyshayib ketaygan. Uchirib chiqasan, ha, bu hozirmi? O'tirib o'tilarmi yo'qa? Yo'q, sakrab o'ting. Masa? Siz zo'rmisiz? Sog'lar zo'rmi? Xo'rmi? Leyla bor. Oldikiga to'yga. Birinchi qilib yana. Bo'lyapti, dema? Bu o'zgacha bo'lyapti-ku, oddosh. Endi shunaqa qilib qo'yamiz, nima qilaylik? Ha? Shunday boshqa nosi bo'lmaydi. Shu hozir ertadan bunaqasi kelamiz. Tamam, ikkita. Buni bu yerdan kiysasizlar-da? Mana shu yoqqacha beq keladi. Ya, o'dar bo'lyapti lekin. Hali hech kimniki mana shunday bo'lgan yo'q. Javob. Istam kuchlik-da. Udar bo'ladi-da. Lekin ana uchini qanday qilasizlar yag'in? Lisa Lisa qo'yamiz Lisa. Nechta? 3 tami? 3 ta. 3 ta lisalang bor, ha o'zi atiga. Bo'ladi. Ramkani bekor qo'ydikmi deyapman-da. Qaysi ramka? Oynalar. To'xta. Mana baylashga. Mo'rlat qo'yibsiz. Lisani baylashga. Ha. Deraza bitta bolor qo'yasiz, boylasangiz yiqilmaydi. Ya, teshigi bor-ku, simchani shunday chiqarib yuborib olaverasiz. Versiya bilan ochib qo'yib qilsa ham. Birinchi o'rinda Ol. birinchi etaj shkaturkasini urib taylaylar bo'lmasa. Stashka shkaturka qilaveradi, sement keldi-ku. Hozir mana qo'qolaylik. O'tdimi? Shepirda ham olib chiqishlik azob, ha? Azob. Qanday olib chiqaman deyapsizlar shepir? Nima qo'l qiladi endi iloji. Mana mashinadan turib, butun Qarshi shahrini kuzatsangiz bo'ladi, yurtdoshlar. Butun Qarshi shahri mana shu yerdan kuzatiladi. Hozir aytaman sizga. Kiysa. Mana devor borki, devor. Ko'cha qani? Devor. G'isht terilgan. Ne kiygan, ha? Ko'rdingmi? Ne kiygan? Ana shundan keyin Masjid qaniki? Ko'rinmaydi. Qanday ko'rinmaydi? Ha, devorlar o'tqarib bor. Xonaqa. Simni. Yo'q, xonaqada Aytaman, xonaqa. qo'yilmay uni Bor edi. Ana akaga bir tilovat qildiraman devdim-da men. qaysi? Zohid akaga. Qaysi zoqdi? Kelaku. O'sha kuni iftorlikka bordiz, kirmadingiz-ku. Begona. Mana shu yerda mahalla imomi yuribdi. Haydan, masjidda u yerda oldida turadi. Artishda keladi. Bitta chaqirsa keladi. Ya, bo'ldi. Chaqiraylik. Ya, o'sha kishini men chaqiraydi. Mana Nima desa ko'rib turgan bo'lsangiz aka xafa bo'lmang-da. Devordan o'tqarib. Jumaga o'tiribman-da. Hozir juma ayyomlari muborak bo'lsin aziz do'stlar. Ro'za Ramazonning 2-jumasi muborak bo'lsin. 2-jumasi bo'lyapti-da, Xudo xolasa. Ha, bu tomon Vodirjon. keyinchi Mana bitta tish. Ye, mana joycha chiqib ketdi. Mana to'xtatdi 1 minut. Keyin devordan tushib bitta o'sha juma o'qiyapman, qarang endi. Endi jinni desangiz, jinniga o'xshamaydi, sog'lom desangiz, sog'lomga o'xshamaydi. Buni qarang-da mana ki. Soatni soat. Soat.
13:09 da telefon qilyapti-da. Endi namoz boshlandi. Azon chaqirilib, juma boshlanib, peshinda o'qilyapti. Telefon qilyapti 13:09 da, 13:05 da boshlangan bo'lsam 4 minut. Endi turib niyat qilishim oldi telefon kelyapti-da. Shuni ko'tarib kistamga solib qo'ydim. Shunda bilsin, shu jumada ekan, deb bilsin. Endi ovoz eshitilar-ku. Shu bilsin degan maqsad ko'taryapman. Kistaga solib qo'yaman. Uzluksiz 4 marta telefon qilyapti, qarang. 13:12 gacha to'xtovsiz telefon qilyapti. Keyin qarang, yana vizib kelyapti. Nimani qilib, niyat duoni qilib bo'ldi, salom bergandan keyin yana qilyapti. Ko'tardim, kistamga solib qo'ydim. Yana bilsin, shu jumadaligimni deyman. Yana 3 marta telefon qilyapti, qarang. Qarang, chiqayapman, shuna chiqdimda Bahodirga telefon qildim. Keyin Bahodir qilib o'zim qaytib chiqdim men. Aka dedim, siz dedim namozxon edingiz dedim. Jumaga boraydingiz dedim. Stulchaga o'tirib oladilar-da, aka oyog'im og'riyapti dedi, lekin normal yurak ko'cha. Birovda orqasidan gapirishmasa o'ziga ham aytaman, kelsalar, o'z boya telefonda ham aytdim. Yurakda bo'lsin, boyagi xo'ja ko'rsin, nima keragi bor misol? Namoz o'qisangiz ham, ibodat qilsangiz ham, roza tutsangiz ham, nima qilsangiz ham Alloh uchun bo'lsin, iltimos. Xo'ja ko'rsinga boyagidek biz oldimizga kelib o'zini oppoq ko'rsatib yo boshqa qilib nima keragi bor, to'g'rimi? Shunday. Ya aytish kerak, bo'lmayapti. Miyada katta qurt bor. Bor. Qurt o'ldirish. Bor, bo'lmasa men birdan ko'rishdan любой kishiga diagnoz qo'yaman-da men. Sразу. Men aytdim o'sha kuni, mana boramiz, men aytdim birovniki olib borish gunoh dedim. Ya dedi, yana 17-chi ham 27-si yana bir kishini keltiraylik-da. Kimdir ahmoq qilib aytgan, olib kelaverdim. Ha, mana shunday deb tushundim-da, siz aytganingizga keyin. Mayliga deb ana qo'ydim. Endi bu safar Assalomu alaykum. Adashmaylar-da bu safar. Adashmaylar. Men bildim. Endi hamma adasha. Keyin boya kirasgan aytdim, yana bir ikkita kommentariyalar bor edi. Bir narsalar deb yozilgan edi. Shu yodimdan ko'tardi. Lekin aziz do'stlar, hozir kunlarda erinmay har bitta kommentariyalarni o'qiyapman. Keyin har safar aytaman deyman-da, yodimdan ko'tariladi. Hammalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Duo qilib meni o'sha 24-fevral tug'ilgan kunim bilan tabriklab, yaxshi, shirin istak, tilaklar bildirib, Instagramda qolaversan shu YouTube Otabek million YouTube platformasida kommentariyada ko'pchilik meni nomimga tabrik, yaxshi tilaklar, istaklar, iliq so'zlar bilan tabriklashibdi. Rahmat kattakon, boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman deydi-ku. Baraka topinglar, Alloh rozi bo'lsin hammalar. Juda ham bir chiroyli, juda ham bir tiniq, bir chiroyli istaklar, tilaklar bo'lgan ekan. O'sha tilak, yaxshi istak, niyatlar, hamma yaxshi gaplar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin aziz do'stlar. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Har doim mana shunday yaxshi kunlarga yetib yuraylik. Xudo xolasa mana 3 yilki, yana 2 yil qolibdi, yana 3 yil tug'ilgan kunimizni iftorlik qilib beradigan bo'ldik, xudo xolasa. Yana 2 yil qoldi nasib bo'lsa. Inshaalloh o'sha kunlarga yetkazsin Alloh taolo. Undan ham katta qilib kecha ko'rdinglar. Kamroq odam bo'ldi, 100 dan salgina oshiq odam bo'ldi-yu, lekin keyingilarini minglab odamga iftorliklar qilib berishlik Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin. Bizani ham ishlarimizni rivojini berib, ko'ksimizga bir shamollar tegib, ko'kalamga chiqib olaylik bizlar ham, ha? Nasib bo'lsa inshaalloh. Allohga oson yo'limizni bersin, barchalaringizni ishlaringizni rivojini bersin. Xudo xolasa mana yaxshi ishlar bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Tom yopilyapti. Ertadan keyin, 2 kundan keyin juda ham kuchli yomg'ir yog'adi deyapti. Xudo xolasa mana bu tomni yopib olsa yigitlar, tomni yopib olsa shkaturka buyog'i qasirdatib ketaveradi. Bugun iloji boricha yopib tashlaylar, imkoniyat boricha. Keyin mana yerga ham g'isht teringlar. Nasihat. G'isht yo'q. G'isht bor-ku pastda. Kechirasiz, hayla yerda turibdi g'isht. Dollar bu. Enkayib qarang. Mana shunday yetadi. Oddosh maslahat. Dingda. Nima edingda? Bu yetganicha. Hozir shamol bo'lar-ku. Shunda shamol kiradi-ku. Chiqib ketishga qolmaydi. Shunda shepirni ko'tarib soladi, javob tilimga. Mana bu yerda teramiz.
Qayerda terasiz? Mana. Bo'lmasa, umuman ochiq turishi kerak. Yo'q, o'sha yoqda yopamiz, keyin mana bu